hozir menga begona nomerdan bittasi telefon qilib, o'zini chotki tanishtiryapti. Ugolov Rosikda ishlaydi. Qaysi rayonni ham aytdim. Meni familiyamni ham aytyapti, keyin ismimni ham aytyapti. Meni deyapti, ustimdan jinoyat ishi nimadir ochilgan ekan. O'shani kimdir ochgan ekan, o'shani taniysizmi deydi. Men tanimayman unaqa odamlarni dedim. Shuna aytsam, yo'q deydi. Mana shunaqa narsa deydi. Biza yopib boramiz, ishni, delani yopamiz. Sizga hozir kod keladi, kodni aytasiz deydi. Men aytdim, men bildim, sirazi mashinlikligini bildim, telefonni o'chirib qo'ydim. Sirazi o'chirdim. Qaytib o'sha nomer telefon qilsam, telefon уже tushib bo'lmayapti. U nomer уже bo'ldi, yo'q. Qaytib ko'tarmayapti. Akalar, u mashinik 100% Ugolovniy Rosikga telefon qilsa, palon joyga kelgin, soatini ham aytadi, vaqtini ham aytadi. Unaqa mashiniklarga aldanib qolmanglar. Sizlarni duxiylarga o'tkazmoqchi bo'ladi. Palonchi odam seni ustingdan shikoyat qilgan ekan deb maqsadi sizlar nomingizdan turib kredit olib olish. Kod kelsa ham hech kimga aytmanglar. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar.